Ben seni. Qachon o'lib turdim men ham? Qachon? Vaqtini yozib qo'ying. Kunini yozib qo'ying. Plan qilmay turaman. Muncha qo'rqinchli ko'rinyapti, bilmadim. Po'lat tikinni ukalab o'tirdingizmi? Voy dalbayo'q. Nima bunaqa dalbayo'qsizlar? Soldim. Nimani soldingiz? Ro'mol dedingiz-ku. Hozir hijob dedingiz-ku. Hijob dedim, to'g'ri. Xo'p, kelishdik. Nimaga kelishdingiz? Siz bilan o'zingiz. Tavba qildim. Oldidagi dondamisiz? Нет, Islombekda yondaman men. Bugun ertamangacha o'zi qo'rqinchli-ku, boshmisiz? Enangizdan so'rang, xo'p? Dadingiz bugun sikmasmikan enangizni? Bugun planda yo'qmikan trali-vali? Dadingiz bilan enangizdan so'rasangiz, enangiz aytadi. Mama, где тапочка? Нету тапочка, потерялся. Dahshat, muncha strashnisan. Mashkam yebsan, qara, qo'lim qattiq mana, yebsan. O'zgartiring, shu savollar bo'lmaydi. Nima men mana shu qadagi dalboyoblarni deb ko'rinishimni o'zgartirishim kerak. Mana shu 100 ta odam o'tirgan bo'lsa, hammadan ko'rinishim idealniy. 100% отвечаю. Nahvoy men o'zgartirishim kerak. Senlarga o'xshab patinkam tay bo'lishim kerakmi? Basharam. Tapishkam tay bo'lish kerakmi? Krossovkam tay bo'lish kerakmi? Unitazda qopqog'iga o'xshab olishim kerakmi senlarga o'xshab? Dolbayo'q. Ko'rinishingizga respektman. Sabinanikini yeyapsiz, Siz menikini yeyapsiz, xo'pmi? Nifiga себе, o'yish chiroyliman deb o'ylayapsizmi? O'yish krasavchikman deb o'ylayapsizmi? Nifiga себе. Тем более сравнивать мужскую красоту с женской. Nima deysiz ham? Siz qiz bola versiya bo'lsangiz ham men sizdan chiroyliman, Farik. Tan oling shuni. Так, вот именно Asalxoning ham shunaqa tilidan ketib. Ama skvorishtin, zaybal ekansan hamma bilan. Asalxoni, xoni, poni, din naxuy. Naxuy o'rshibsan menga. Men miskilam. Sabinanikini yeyapsiz. Sizdan keyin sizga yoqsa. Qandaysiz? Zo'rman. Mashina красивее. На каком месте мужчина красивее? Где? На каком месте вы красивее? Объясните мне. Qayerilar? Блядь. Bir haftada bir yuvadigan sochinglar chiroylimi? Bir haftada bir blядь yuvadigan shushulkalar chiroylimi? Bir oyda bir hazakamdan blядь qirib qo'yadigan tuxumchalar chiroylimi? Qayerilar chiroylisizlarda? Объясните. Nima, jum bosib ketgan oyog'inglarni seksualniy считать qilasizlarmi? Nimasi chiroyli? Тоже мне. Ketmaydimi? Yo'q, kiprigim вообще не чувствую даже. Вообще og'irlik ham qilmaydi, вообще. И красиво, и комфортно. Vampirga o'xshab qolib. Men ko'shkka yetolmasa, sassiq deydi. Спасибо. Eshitdingmi? Mana nimada? Что там написано? Unutildi joyim. Ama zreniyamgacha yo'machi. Qaydasan sevgilim yetmas. Senga mening sadom o'xshab qopsiz.
qachondir trevoga qilib yubordinglar. Pul sopda. Qani pul solgani? Pul solsa menga bunday tepadan SMS tushardi, pul soldi deb. Biz effekt ko'ring-chi. Nima qilasiz? Kelib ko'rib keting. Biz effekt ko'rgis kelayotgan bo'lsa. Mashit ishlar ekan. Qoshingni qarosiga. Живой chiroyli ekansiz, hozir effekt boshqacha qilib qo'yibdi. Shuda. Alo, ishla. Qoshingni qarosiga. Enini ama. Chin naxuya. Charchab ketdimmi? Reально berите effekt. Men qani? Siz qiynaverarkansiz, blad, tomochi. Mo tindag'imni debchi, mo kirmayapti mono pultni ichiga tindag'im. Qiynalib ketdim. Qoshingni qarasi. Yo'q, передумала. И чё? Ага, нашла. Bizda ham televizorimizdan o'zingizga jinnaqa deyapti. Ishonavering, ular. To'g'atmadi televizorim meni. Xafa bo'ldim. Kirmasa tualetda qanday artasiz? Sizlarni har artayotganinglarda tindag'inglarda, barmog'inglarda, ko'tinglarda ichiga tiqib turib keyin artasizlarmi? Kirish kerakmi uni? Kirmasa qanday artasiz deganlar men tushunish kerak hozir. Значит, tiqib artasizlar. İçini polni. Effekt ham chiroyli ekansiz. Siz qada? Tak yirtiq tashapami deymi? Nima? O'sha tushunmadim. Bu tirnog'ingiz bilan ko'tingizni qanday artasiz? Voy yuragim. Sizniki uzunroq-u. Nima ro'mol bilan uncha klient yaxshi bo'lmabdi. Ening ham bo'lmabdi. Dalbayoblar biladi. Darvorishding-u. Qatta ko'rishgansan. Men jalabli qilib yurganimmi? Ba fakti qo'yib berish menga tan olay kelgan men. Qovog'ingdan. Бляха-муха, вот это ответ. Bu artmaydi-yu. O'tayman, sen kelib yalab qolsam, Ilhom aytib qo'y. Yasminani Ko'tuntaydan yuraman deb qo'y. Har tualetga kirishini poylab. Уже bo'ldi. Babarishim o'qib bo'lgandan keyin lip etib yalab qolman deb всё, bo'ldi. Aytib qo'ymaydimi? Yo'q, вы чё? Нет, конечно. Ko'tisiz bo'lib ketgan bo'lsa kerak, 2 kunda bir yirtilib. Qo'ying, ko'tingiz teshigi zaybal bo'lib ketdimi, yirtilaverib. Kamroq sikitirish kerak-da, brat, блядь. Или brat deysham xato sizga. Kamroq sikitiring, блядь. Ko'takansiz, nahvoy. Ko'takansiz yo'q, demaganman, qiz bolaman. Что можно просто подмыться и с ногтями. Вот, смотрите. Mimma tushuntirgandirman bu narsani. Deylik, вот dars o'tamiz sizlar bilan hozir bolajonlarim, dalboyob bolajonlarim, sizlar bilan hozir dars o'tamiz. Например, deylik, sizlar ko'tinglarni yuvyapsizlar. Mana, mayeri bilan, to'g'rimi? Mayeri bilan yuviladi, to'g'rimi? Mana joyingiz bilan yuviladi, to'g'rimi? Aslari nima, blad? Manaqasiga yuvasizlarmi? Manaqasiga yuvasizlarmi ko'tinglarni? Tushunmayman-da. Qanday mishat qilishi mumkin motindag'i bunday yuvayotganingizda? Вот объясните мне. Qanday? Каким боком? Tindag'imni maqinarashib qildirmaganman men. Чтобы bunday qilib yuvayotganimda tindag'im ko'tim yirtib yuborishiga. Tushunmayman.
Alaykum salom. Xafa qilyapsiz-ku yana chota. Sizga savol bersam menga. Men strelkani. Sen menga savol bermading, ko't. Sen hozir o'zingni ko'tingni o'zing ochib berding menga. Sen ot bilasan-da sen. Ko'tga siktirsa ko't yirtilishini men bilmayman. Men bilmasdim, rostdan bugun bildim men. Sen boshingdan o'tgan. Har bir kunda har через день ko'tingga tiqtirib, xuyu butilkani искусственныйдimi или настоящий chilanda tiqtirib, sen ko'ting yirtiladi. Sen buni bilasan. Shuncha menga savol beryapsan sen. Может, shunaqa odamlar bordir. Bitta meni ko'tim yirtilyaptimi yo boshqalarniki ham yirtiladimi? Или men слишком kattaga berib yuryapmanmi? Shu shulka слишком kattamikin deb beryapsan-da. Извиняюсь, men bilmayman. Men unaqa odam emasman. Men ko'timga yaqinlashtirmayman. Unaqa psixikasi buzuq, ko'tiga yaqinlashadigan erkak kishi menga darim kerak emas. Nima dedingiz? Nima dedim? Asal rahmat. Unaqa yo'mayman, прямой grad. Grad boru. Nima qilasan sen? Kran deyapsanmi? Grad это kran? Kranga borib olib ish qilinsam, ko'tingni yumasdan bilasiz. Kranga borib ko'tingni tutib turasan, yupqadimi, nima qiladi? Texnologiya dedi-yu. Молодец. Bo'laradi senga. Nega sizlarga javob bermay qo'yding nimaga? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, alaykum assalom va rahmatulloh. Qamabdi. Ko'tam ko'tlikni qamabdi. Voy, жалко. Qo'ying. Shu darajada barbod ahvoldami ko'tingiz? Buni hamma bilish shart emas. Может, hatto boshqa ko'tiskarlar ham bordir, ko'nglingiz ketmasin. O'zimiz Zlatkaya, asalim, yaxshimisiz? Привет. Sepingiz bor ekanmi? Ehtiyot bo'ling. Bitta ham tajovuzga kirib ketishi mumkin bu tishimdagi sepim. Jamzoga rahmat, bilishga javob berib qo'ying. Hali shu asalim. Tanishasizmi dedim. Tanishaman. Hamma gap topasiz, siz. Rakam tur. Ko'tara olasan? Rakam tursam? Chita olasan? Qo'y. Bitamtasini basharasiga o'qqiz bormi? Bu emchak. Какой эмчак? Где тут эмчак? Оказывается, тут эмчак есть. Закроем. Necha kilosiz? 66-67. Здравствуйте, здрасте. Bo'yanmagan ham qopda o'zi. Конечно, ammo men bo'yasam odamlar qanday yalaydi? Tonalkani yalamasanglar kerak. Haqiqiy amni ta'mini, hidini chustut qilish kerak bo'yalayotgani to'g'rimi? Bo'yamay qoring. Ato tonalka yopishib og'zingizga, betingizga yopishib, tonalkani hidi kelib, неприятно же все равно. Men hamisha sizlarni o'ylayman. Katam katta ekanda. Tama qanaqamdi? Siz ayting, yalab ko'rgandirsiz. Siz cho'ta zo'r yalaqqa o'xshayapsiz. Насквозь bilaman prям yalaqlarni. Я прям чувствую. Аккаунт aytyapti menga yalaqligingizni, знаешь? Какая бумма, yarashadi unaqa yalash, olish. Senga ham yalash yarashadi tak. Quvlab yalaysan-da. Oldin qo'ylab skamidin, qo'ylab yalaysan-da. Xunayib ketibsiz, rahmat. Qanchalik xunayib ketsam, sizlardaqa xunay bo'la olmayman. Bucha berini. Mama beyin dedi. Mama beyin deyapti bittasi matda. Mamasi borlar bormi? Ato meniki yo'q-da. Ko'ngillar sarson. Спасибо за лайк. Мои хорошие, спасибо за лайк. Какие же вы добрые.
uchini ko'rsatingchi jonim. Uchini nima qilasiz? Emchagim может emchagim uchi yo'qdir, может kestirib yuborganman. Может meni emchagim uchisi shushulkangizdan kattadir. Samotsanka tushib ketmasinmi? Bitta yer bilan bitta bo'lib terib yurmaylik. Nima bor o'zi? Hech narsa yo'q menda. Hech narsa yo'q. Qisqa gap kerakmi sizga mengami? Sunnat qilganman. Shu darajada katta edi. Sunnat qilib bolalar samotsankasi tushib ketmasin deb. Ato biznikilarni bilasizlarmi? Samotsanka tushib ketadi. Алло, я в эфире. Не звоните мне, пожалуйста. Zubayr. Atizga yarasha bo'lmaysizmi? Nima bu? Senlarni yalaqligin tilingga o'ryapti-yu. Bu narsa deyapmanmi men? Bilat hammanikini yalaverib, hamma yo'g'ingga bir narsalar tashib yurishibsan-u. Hammani itaverib bilat. Amakan deb. Betiga paket kiydirib bo'lsa ham, sikishyapsan, svetni o'chirib bo'lsa ham, bilat yostiq bilan betini to'sib qo'yib bo'lsa ham, lej bu shuni betini ko'rmay eplab chiqarib olay deb. Bu narsa deyapmanmi, bilat? Ko'tingni qisib yurishmaysanmi? Itin nahli. Boy kiraman men, boy kiraman. Ulardan charchadim, onam. Bo'ldi, zaybal ekansan, Nurlan. Sikib qo'ygan joyim bor selladim. Menga ham po'xuy bilat. Menga kirishmaysanmi? Tak, daydam chiqqan. Nima qilgan menga? O'zlaring bilat o'lib turishibsan. Hozir lichkanga olsam bilat. Shunaqa cho'qinishisan. O'tganda bittasi bilan biznes urishib ketdim men. Знаете, вот. Yaqinda. Biroda efirda urishib ketdim. Efir qilmayotgandim unda men. Haligi akaga, короче, o'zi tak, na nervах yurdim. Rosa sayildim men. Yalaysiz, bilaman yalaqligingizni yalaysiz deb rosa sayildim haligi bratga. O'zi normalniy gaplashadi. Keyin neto gapirib qo'ydi, keyin men boshladim-da saylishdim. Sayildim, haligi brat bizda surishyapti men bilan, знаете, bilan bizda surishdi men bilan. Ashu efirda turib olib. U bu soska poska bir narsalar men bu yerda yalaq-paloq deb urishyapman desam. Знаете, что в итоге? Эфир ochdi. Haligi brat подписался на меня, блядь. Videolarimga bitta hammasiga like bosib chiqdi haligi brat men bilan urushayotgan. Xuyo, может, lichkada ham cho'qingandir. Уже like bosganni, podpiska bosganni ko'rib, bля, долбоёб deyman-da men bilan xuyo qilib urushib turib. Bu tagi что? Yalaq bo'lib qoldim mana. Значит, to'g'ri aytibman, yalaqding. Siz qani, siz pul solganingiz yo'q menga? Ты чего? Nima pul soldingiz o'zi menga? Bari itin ahli. Tegishib qo'yibdi-da, вот, shunchani aytibman-da. Sizda shoda aytaman, bank nomeriga kelmadi o'simiz. Nima pul soldingiz вообще? На них внимание обратили. Во. Ashnaqa. Bularda ashnaqa-da. Lebo yaxshi gapirib ko'radi. Lebo yomon gapirib ko'radi. Lej вот ash men bilan gaplashib ko'rsa, meni vnimaniyam o'ziga qarata olsa, и всё. Soldi dizu. Soldisiz solarasizmi? Nech pul soldingiz? Ko'p pul soldingizmi ish qilib? Soldiganimga yarasha. Kiprigingiz qaysi salonda qildirasiz? Ama вообще zo'r masterda qildiraman kiprigimni. Nima? LED resница qildiraman-da. Вообще zo'r, rosa yoqadi. Kiprigingizni прям kleyni ham чувствовать qilmaysiz. Вообще og'ir ham bo'lmaydi. И juda ham tez qilib beradi. И даже ektirib kelib ham cho'milsiz bo'laveradi-da. Suv tegsa bo'laveradi. Обычный nima emas. Narashivniy emas. Скоро degan ko'p ekan. Пояздно, o'zbekcha gapirib qo'ydi.
Gandon, botan beri qanaqa gapiryapman? 10-qo'shning. Ko'z chiroyliga rahmat. Ko'p ela. Nima u? Angada ko'rganman kiprikka. Ha, eski. Bir tiyinga qimmatsanu. Qalinligi zo'r ekan. Bu uncha qalin emas yana. Bu safar seriroq qildirdim. Lady salonmi? Lady, это где, не знаю, сколько вам лет? Мне 22, elingiz taqasizmi? Elingiz taqaman. Efir pizzasi ketyapti. Tamam. O'zbekcha konuşuyorum ama demek ki insanlar istemiyorlar. Özbekçe konuşmam, o zaman Türkçe konuşayım. Bakalım anlayabilecek misiniz? Anla bakalım şimdi, anlıyor musun beni? Ne diyorum ben şimdi? Bir anlatsana, bir dinleyeyim ben. Hadi. Hızlı bekliyorum. Anlamadın değil mi? Anlaşılmadın. Çünkü geri zekalısın. Tabii ki anlamazsın sen. Evet, söyle hadi canım. Anlamaz ki söylesem de. Anlamıyor ki. Sinirlendi hemen. Shuncha xuyet qilish kerak emas. O'zbekcha gaplar deb o'zbekcha gapirayotgan odamda. Qirg'iziston biliyor musunuz? Men Kırgızistan'da yaşıyorum. Qo'shimchatta kuda. Turkiyaga borganmisiz? Kampir qaragani? Net. Men Turkiyaga bormaganman. Men Turkiyada katta bo'lganman. Adashib kelib qo'yganman mana shu Qirg'izistonga o'shga kelib qo'yganman. Adashib. Mana shu dalboyoblarni ichiga. Abjeden soluq yaxshi rahmat. Bormagan teshik qolmagan. Ketish kerak tezroq. Quvlab skar. Nima bo'lyapti maqsad? Maqsad nima, brat, gapir. Nima qo'ylab sikmoqchimisan? Senga betda yetirib qo'yadigan ahmoq yo'q. Nomering o'tmaydi menga. Sen menga sayilmay qo'yaver. Sayilsam borib sen bilan urushmayman lichkada. Что тебе мешает уехать? У меня там никого нету. Lisenziya tugagan. Какой lisenziya? Bizga постоянно go'shtchilingiz yaxshi qilsiz. Qayoqda? Постоянно go'sht. Qurmanjon datka kafe. Yo, lekin Qurmanjon datka kafeda постоянно klient emasman men. U yerga 2 marta borganman. Urib sikmoqchiman. Xuy deyapsan. Kazolardan keyin kosmetologda yeri qarzini berdim apa. Ular уже 2 yil bo'ldi-yu, ular qarzini bermaydi hech qachon. Men qarzini bersin deb qo'ymaganman uni. U chiqdi-yu etak nimada, Instagramda postarekka chiqdi. Chiqib qoldi uni videosi mendan. Keyin chiqib qoluvdi, блядь, должник deb chiqdi-da. Keyin men kommentariy yozib qo'ydim просто. Он мне должен deb yozib qo'ysam, uni qandaydir qarindoshimi, lebo profilim uni yangi знаю, kelib olib menga saylayapti-da. Keyin nervim buzilib ketuvdi. Hali ishonmagandek qilyapti, to'shta mendan qarzi bor uni. Keyin men shunday istoriyaga qo'yib qo'ydim. Доказательстволari bilan. По факту, что он должен мне. Çok güzelsin ama kötü söylediklerin var. Evet yani biliyorum. Biraz küfür ediyorum. Onu biliyorum. Ular bir şey bilmiyorum. Tug'ilgan kuningiz shu kunlarda. Yo'q, oktyabrdami tug'ilgan kunim. Modellar izmeni ruchkamni otdi boya efirda. Значит, не то gapirdingiz. Так что просто я nervim buzilib ketib qo'yib qo'ydim. Tatakular qarzini bermaydi. Berganda shu yoqqacha berardi u. Nixuya bermaydi. И еще, блядь, знаете, что бесит? Yana, блядь, u istoriyamdan keyin u men davno bloklab yuborgan bu kosmetolog. Erini qarzi bor kosmetolog va kosmetologga ham qarzi bor mendan. Yana menga aloqaga chiqmasdan, meni ash paytda bloklab yuborgan bo'yicha akkauntda yo'q chiqmaydi mendan. Menga yozmasdan: "Ой, девочки, успокойтесь.
Вы же знаете, кто она? Я же не буду опускаться ниже плинтуса, деволып. Блин, что за опускаться, блядь? Какая вот... Какой, блядь, ниже плинтуса? Sen o'zi, блядь, ниже плинтуса bo'lyapsan. Seni, блядь, mendan qarzing bor, seni eringni qarzi bor. Seni ering sharmanda bo'lib yuribdi, блядь, должник deb hamma kommentariyasida plus 45 ming, plus 35 ming, plus 20 ming, plus 15 ming deb hamma qarzi bor deyapti, блядь. O'shga moshennik bo'lib tarqab ketishgansan sen ikkoving. Куда еще ниже плинтуса seni опускаться qilasan? Nifiga себе. Senlar bilan birodar haqqini yeb, ko'tingga kitayskiy changam minvoguncha, ko'tingni shaltag'ini tozalab qo'yib, hammadan qarzingni berib qutulib keyin yerda yeb yurish, блядь. Keyin, блядь, birodar унижать qilish ниже плинтуса deb. Nifiga себе, блядь, долбоёбка, сучка, блядь, ебанутая. Maza qilib oldim. Ramon dedi shekilli. Da, Ramon dedim. Chiroyli ekan, qanaqa o'qit qilasiz? Вообще o'qit qilmas uchunga. Yuraveradi shunaqa to'zib. Ramon hayf. Shuncha o'rnimda. Ichki xotirjamlik. No потом, что потом? Men gapirib chiqmoqchi edim, video olib, esimdan chiqib qoldi-da. Qo'ygan istoriyasiga. Ko'tlar, блядь, moshenniklar. Sotish narxi ko'tingdagi $12 ming, $15 ming, changamini kitayskiy, блядь. Qarzingni to'lash odamlardan undan ko'ra. Keyin og'zingni to'ldirib yurasan. Birolar унижать qilib. Kimsan sen meni унижать qiladigan? Nifiga себе. Lirikaga o'tirib qolgan bitta qanjiq bo'lsan, ering ham, блядь, lirikaga o'tirib qolgan, sen ham lirikaga o'tirgansan, блядь. Круглосуточно lirikani og'zingga solib yurishasan. Kayfaliklar, блядь. А вы же знаете, кто она? Я искренне. Men qanday bo'lsam, shundayman. Я честная. Kim? Sevara kosmetolog. Men qanday bo'lsam, shundayman. Тоже мне. Gapirtirishasan-da, og'zimni ochishasan-da, блядь. Kerak bo'lsa, блядь, meni uyimda yashashib, qarzga botishib, блядь. Men senlarga rahmim kelib, ko'chada qolmasin shular qishki kunda deb uyimda olib o'tirgan odamman men. Senlar nima qilishgansan, блядь? Qarz olib mendan qarz bo'lib, indamasdan qochib yorishgansan, gandonlar. Men senlarga ikki odamlik qilganman, insonlik qilganman, yaxshilik qilganman, yaxshilik teng emas, suchkalar. Ana kelib olib, вы же знаете, кто она? Ниже плинтуса. Ниже плинтусamish. Sensan ниже плинтуса. Kelib olib, блядь, nikohsiz meni kvartiramda erim bilan pizdes urishib turib, bir-biringga pichoq taqab turib, bir-biringga skоворodka bilan bir-biringni boshingga urib turib, 5 minutdan keyin qilib turib, sikishib, блядь, bo'yinda bo'lib qolgan u gandon, блядь. 5 minutdan keyin kechirib yuborarding o eringni, блядь. Куда ниже плинтуса? G'ururing yo'q, o seni ayol kishilik g'ururing yo'q. Seni pizdes aminga tiqib uradigan ering bilan 5 minutda yarashib amingni ochib berasan eringga. O eringdan, блядь, beburt, блядь. Burdi yo'q, блядь. Shu ham ermi? Shuni ham er deb olib yuradimi odam? Мне стыдно просто, блядь. Kerak bo'lsa u eringdan, блядь. Meni ko'zimni oldida, блядь, seni amin yalab yotganini ko'rganman men. Seni ering, блядь, amin yalab yotganini ko'rganman men ko'zim bilan, блядь. Endi amiga skela gapirtirishasan-da meni. Yuziga ko'z qo'ygandek, короче. Ты что несёшь? Я ничего не несу, dedim, короче. Men yo'q gapni hech qachon gapirmayman. Tim bo'lib to'qib o'tirgani hech ham vaqtim yo'q. Biror tuhmat ham qilmayman men. Men всё как есть shunday o'rtaga qo'yib qo'yaman. Meni gapirtirishma. Ko'l, ниже плинтуса, hamyonga skela.
Naxuy qichiydi uni yalaganiga, bilat. Naxuy men amim qichiydi, bilat. Birov amini yalab o'tirsa, men amim qichimaydi, dalboyoblar. Kakte jonim, yaxshi rahmat. Бля, о чем речь? Все, тugadi. На русском разговариваем, мне интересно, о чем ты говоришь. Все, уже я закончила, я все рассказала, я все раскидала по факту. О ком ты говоришь? Sevara kosmetolog haqida. Bo'yapman, yetib boradi. Yetib borsin. Meni ниже плинтуса deb оскорблять qilishdan oldin meni statusim sendan ancha baland. Men kosmetolog bo'lmasam ham, блядь. Sen еще хуёвый kosmetolog, блядь, qo'lingdan, блядь. Inyeksiyangizdan masdan sen apparatda ishlaysan, блядь. Qiladigan narsang bitta lipolitik sayib lavishirib qo'yasan, блядь, чистка qilib qo'yasan, блядь. И в основном erkak ishlarni qabul qilgansan. Я всё это знаю. Shu kosmetolog. Уровнем sendan ancha baland. Ниже плинтуса u sensan. Birinchidan mendan qarzing bor. Ikkinchidan sen eringni mendan qarzi bor. Tiling qisiq ekaningni ham meni oldimda. Uchinchidan, блядь, sharmandangni chiqarsam chiqaryapman ham, uyda sharmandangni chiqaryapman. Mana ering bilan beburt, блядь, hammadan qarzi bor. Bitta yalaq. Lichno mo ko'zlarim guvoh bo'lgan seni amingni yalab yotganida. Yetkazinglar shu gapimni. Yetib borsin shu kosmetologga. Chola kosmetologga. И g'urursiz bitta suchkasan sen. G'ururiyo suchkasan sen. 5 minut oldin urishib, 5 minutdan keyin erigamni ochib beradigan. Настолько odam o'zini уважать qilish kerak emas, чтобы 5 minut oldin sizni erkak kishi uryapti. Birinchidan, u erkak kishi bilan дальше yashash уже bitta унижение-da ayol kishiga. Birinchidan, это для меня. Ikkinchidan, 5 minutdan keyin unga amini ochib berish, sikib qo'yish uchun shunchalik qo'ta qizormidi? Короче, Sevara косметолог. Короче, вот так. Все, я успокоилась, знаете, вот. Mana ichimdagi gaplarni gapirib olsam, tez maza qilaveramanda menchi. Shu men indamay yuramanda, вот indamayman men. Bo'pti deyman-a. Даже birov meni kidach qilsa ham, Alloh menga yetkazyapti-yu deb indamay ko'mib qo'yaman-da, bilat. Necha yildan keyin bilat kelib olib menga saylishiga qo'yach qildim просто. Sen 2 marta o'yla menga sayilguncha. Мертвецов, спасибо. Ko'ras через историю gapiradi, lobga chiqmay. Men uni istoriyasini ko'ra olmayman, к сожалению. Menga uni istoriyasini tashashdi. Men uni erini qilib qo'yganimda должник deb. U, короче, qo'yibdi istoriya, men uni ko'ra olmadim, tak как meni ash paytda mendan qarz olib chizib yorishganda meni bloklab yorgan bu. Men bu qanjiq bilan urushib ketganman. Meni bloklab yorgan, menga jo'natuvdi, men ko'ra olmadim. Men aytdim, men buni ko'ra olmayman, men bloklab yorgan dedim. Mesela men uni screen qilib tashladim menga, tam ashvot yozuvlar bor edi. Bir narsalar deb yozib qo'yganimda o'zicha qo'yach qilib, keyin yerim buzildi. Nifiga себе deb olib, sen kimsan, что, блядь, опускаться? Sen o'zi tak pastdagi odam bo'lsang. Hammadan qarzi borlar. Bitta to'plab sen kayf qilasan-da odam, vot, xuddi shunaqaman men. Men to'playman, indamayman, vot ash paytda ham rasm nervim buzilgan, lekin ashnaqa deb unaqa gapirib chiqmaganman. Rasm nervim buzilgan, qarzi borligini gapirib chiqqanman konkretno, даже заявление yozmoqchi bo'lganman. Keyin ash paytda mentlar bir-ikki nervimga tegib qo'yishgan. Borsam, tipa podkat qilib menga yaqinlashmoqchi bo'lib, shuning uchun men delani olib bormaganman-da, дальше. Потому что meni shunaqa mentlar, они заебали просто, mentlar ham, boshqasi ham podkat qilib yaqinlashmoqchi bo'lishadi. Вот так я сам boshqa qo'ysam, блядь. Мне это не нравится. И сразу иди нахуй deyman-da, mayli bo'pti deyman. Mayli kerak emas deyman, ko'tiga tiqsin. Alloh beradi menga deyman. Ash paytda, lekin buni qarg'ab qo'yganman men Sevarani. Bolangdan qaytsin, bolangga ursin mana shu yeb yurgan haqlaring deganman. Lekin uni qaytarib o'rganman men. Alloh saqlasin, baribir bolada bu baribirchi, yosh bolada nima ayb.
ota-onasini qiliqlarini deb yosh bola tortish shart emas, kerak emas. Ana shuning uchun gapimni qaytarib qo'yganman. O'ziga ursin, qaytarib qo'yganman. Men вообще unaqa xohlamayman yosh boladan qaytishini. U paytda o'zi tak nima bo'lib yuribdi-da, oldiraymi deb bolasini ikkilanib yuruvdi. Ashunda bolangga ursin deganman-da. Keyin u tug'adigan bo'lgandan keyin tavba qilganman. Biznes qilaman, tog'alarim xuyiga chiqilyapti, o'zim jigarlarim bo'lib itaryapti, o'zginadan keyin men itaraman. Nima dedi bu dalboyoq? Ayıp yo'q, o'ziga ursin-da, kim 3 ta bolasi yo'q, bitta bola. Qalingiz yaxshi, rahmat, efir qilmay qo'yuvdingiz-u. Endi qilyapman. Bo'lmaydimi shart pulini? Bermaydi bular. Bu не только mendan qarzda, bular dafigasini qarzi bor. Dafigasidan qarzi bor. Даже menikida yashab yurishganda ham nechtasi kelganda taqabchi qarzini. Qarzi bor bizdan deb nechtasi istab kelgan. Yaxshi rahmat, Yasmindan ajrashdingizmi? Davlan ajrashganman, ancha bo'lgan u. 3 ta bolasi, yo 3 ta emas, bitta. Kim qarzi? O lazizladi qarzida, laziz sevaraladi qarzi. Только men ishlab yurgan salonidagi qizlarni ham kiydirib ketgan. Uni Aravanskidagi даже yaqinda ham o'tgan yili men nimaga borib yurdim-mi? Vostochniga erga tekkanimda shunda ham даже gapirishyapti salonidagilar. Bergani yo'q, kiydirib ketdi deb. Tanlov berishiga nima qilib turganmi, nima edi? Guvoh bo'lib turganmi, bunisi ham bo'lgan. Keyin telefonni berib turgan bittasi, yana bittasi ham telefonni berib turgan. Men ham telefonimni berganman, blядь, zalogga qo'yib qo'yishgan. Laylo qanim. Qayerdan bu? Короче, bo'pti. Charchab ketdim, пока. Пока. Не было.